Voy, charchab ketdim-ku. Yo'q, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Feki Bekzod. Bugun biz 13-qishloqqa qaytyapmiz. Bir kun men mana shuncha daraxt nima deydi, chopib yurdim. Bir kun qishloqqa qaytmadim. Mana bu yangi ko'chib kelgan jitel menga aytdi, shunaqa qilsang pul beraman dedi. Men keyin mayli dedim. Endi Xo'sh, endi olib kelib beramiz. Salom jitel, mana sen aytgan hamma yog'ochni olib keldim. Bir kun itdek ishlab. Rahmat senga. Sandig'imga soldim, pulni olib ketaver. Bo'ldi, senga boshqa ishim yo'q. Ha, bilaman boshqa ishing yo'qligini. Mana bir stak izumrutchani ham taxlab qo'yibdi. Olamiz izumrutchani. Endi buni uyga olib borib mazza qilib o'tiraman-da, to'g'rimi? Uyga olib borib deysanmi? Ha, uyga olib borib mazza qilib o'tiraman. Bo'pti, xayr. Derang deb, oho, polizimizni tozalab olishimiz kerak. O'sib qopti bir kun ichida kemaganimga. Yaxshi. Xo'sh, endi uyga kiramiz. Po'qmi? Sigirlar nima qilyapsizlar meni uyimda? Molxona suvi bor. Mana bu yoqqa mazza qilib, ana ishini qilib o'tibdi. Mana bu yerda somonlar. Buni men merga aytmasam bo'lmaydi. Meni uyim nima? Bunaqa qilib molxona. Bir kun kelmasam shunaqa qilish kerakmi? Ukam, men birinchi kirib chiqay. Mer. Keldingmi sen ishdan? Ha, keldim. Nima uyimni molxona qilib taylagansizlar bir kun kelmaganimga? Men sen qaytib kelmaysan deb o'ylabman. Uzr, endi boshqa uyda yashab tur, o'zingga uy qurib. Yo'q, men ana shu uyda yashayman. Molxonani bu zamanda ana shu uyda yashayman. Men umuman qizig'i yo'q. Boshqa joyda yashab tursang bo'lmaydimi? Men mollarim semirishi kerak edi. Ha, meni uyimda semiradimi? O'zingiz uyingizni semirtiring. Seni uying bo'sh ekanda. Ha, mayli, hozir mollaringizni olib ko'chaga o'taman. Unaqa qilma. Qala, seni gapingga kirmayman. Tentak, meni uyimni molxona qilib taylabdi. Hozir mollarni so'yib, go'shtidan stek tayyorlayman senlarni. Narsalarim qani? To'xtanglar-da, bularni o'ldirishdan oldin avval polizimdagi narsalarni yig'ishtirib olay. Har doimgi ishimiz. Buni qilmasak yasholmaymiz. Bu sog'liq chunki. Xo'sh, yurib chiqdik. Ana endi ekib ham chiqamiz. Xo'sh, ana endi bunday qilib chiqsak, endi sabzini ekib chiqamiz. Undan keyin esa bularni inventarimizga solib olamizda. Mollarni bitta qiramiz. Bu yoqqa kelaring. Bo'ldi, go'shti menga. Suvlari ham bor. Qo'yli, bularga bunday sharoit qilib taylagan. Sassib yotibdi-mi? Nima qilib taylagan mol? Bu oyna-poynani sindirib ochib qo'ymaydimi? Mana eshikda 4 ta oynachasidan ham havo kirmayapti-da. Bossamiz kirib. Nima bo'lsam sandig'im joyidamikan? Bu sandig'imni avvalgi videolarimni ko'rganlar biladi. Nima qilib taylayapman? Xo'sh, joydek. Joyda. Bular joyda ekan. Endi yopib qo'yamiz. Endi mana ularni olib taylaymiz. Bu nima? Men uyim sasitib o'tiribdi. Loy bilan. Xo'sh, bularni olib otamiz. Bizga kerak emas. Mana bu molini, junini ham olib otamiz. Juni ham kerak emas. Ha, odam ko'rmaganmisan, nima poylayapsan? Buni ham olib taylaymiz. Suv otilib ketmasa bo'ldi.
Hamma joy suv bosdi. Suv bosdi. Voy, nima qilib taylagan bu mer? Buni xavfga qo'ysak balkim to'xtar. Voy, nima bu? Chele olib kelishim kerak. Borib pul olay. Chelak olish uchun pul kerak-ku. Pulimizni olamiz. Chelak 5 10 Bol 10 ta oldik. Endi borib chelak olamiz. Xo'sh, endi borib chelakni olamiz. Keyin bu suvni yo'qotamiz. Yaramas mer. Merni ishi aniq, uni men bilaman. Hozir. Brat, menga chelak berib turing mana. 2 ta olaman. Tamam. Hozirda suvni yo'qotib, somonlarni ham olib taylasam, shu bilan bo'ldi. Keyin kravatlarim qani? Mebellarim qani? Mebellarim qani meni? Voy. Oy, yepli. Eshikchami? Ya, uyimda eshikcha nima qilyapti? Voy, yaramas. Uyimni molxona qilib qanaqadir joy. Oy, to'xta. Xo'sh, bu yoqqa kirmaymiz. Kiraymikan yoki? Lekin qiziqyapman-da. Kirgim kelmayapti, lekin kirgim kelyapti. Davay, hamma kommentga yozsin. Kiraymi, kirmaymi? Qochibdir, do'konga kirib chiqay. Короче, brat, menga mana bu toshingizdan yo'q. Shu yo'q. Hozir 3-4 dona olaman-da. 4 dona toshingizdan olaman. Sizga buni beraman. Keyin mayli, yo'q buni. 2 ta buni ham beraman. Hozir pulim oldimda yo'q. Chiqyapman, ochrat buncha ko'p. Xo'sh, ana endi kiraymikan, lekin kirgim kelyapti. Xo'sh, bilat. Avval keyin yamayman buni. Xo'sh, davay, kirdim. Короче, do'stlar, like va obuna bosish esdan chiqmasin. Yo do'stlar, reklama qilib ketmasam bo'lmaydi. PUBG akkauntlaringni ishonchli sota olmayotgan bo'lsalaring, mana shu old savdo do'konimizga kirasizlar. O'zim garantiya beraman, erkin sotib olishingiz mumkin. Konkursga mana shu akkaunt qo'yilgan. Agar Telegram akkauntimiz 1 bo'lsa, mana shu akkaunt konkursga berib yuboramiz obunachilardan bittasiga. Shuning uchun Telegram akkauntga kirib, tezda obunalar bosib taylaylar. 10 ta profil akkauntlaring bo'lsa, hammasidan bosinglar. Tushunyapsizlarmi? Reklama. Davay, hamma kirsin, podpiskani bossin. Kutaman lekin addushi. Endi videoga qaytsak ham bo'ladi. Videoni mazza qilib tomosha qilinglar davomli. Aytgancha, agar sizlar qanday qilib kirishni bilmasanglar, YouTube mana shu videoni tagida shunday linkini qo'yib qo'ygan bo'laman. Bemalol kirib podpiskalar bossalaring bo'ladi. Makmak bo'lib qoldim-da. Yo'q, kerak, kimdir kirmasin sizlar. Xo'sh. Oho, oy. Narsalarmi? Nima ekan? Oho! Bu yoqqa ombor qilganmi bu? Qishki ombormi, nimanga ombor qilgan bu yoqqa. Bu yerda ham yo'l bormi? Bu yoqqa borib ko'rmaymiz. 1-2 ta narsa olaylik endi, shunday ombor taymizda o'tirgan ekan. Nima bo'lsa ekan? Da oltin olma olamiz. Bir stek olamiz. Sezmasa qizig'i yo'q. Bu yoqqa qanaqa joy ekan? Voy, ma eshik bor ekan.
orqasi hech narsa yo'qmi? Yo'q, ikki tarafga ketgan yo'l bor ekan. Voy, ochib ko'ramiz. Oh, yomon bir qattiq eshik ekan. To'xta. O buzdimi? Uncha qattiq eshik bu. Yomon bir qattiq eshik ekan. Ikki taraf yo'l, qayerga boray? Xo'sh, qayerga borsam o'ngga boraman. Ikkalasi bitta joyga olib kelar ekan. Yana eshik. Sandiq. Sandiqlar yoqadi. Buni ham buzamiz endi. Yana bitta eshik. Qancha vaqtda buzaman buni men? Ana buzdim. Yaxshi, endi sandiqchani ochamiz. Nima bor ekan, qiziqib ketyapman. Like va bilan bosib qo'yinglar shuncha mehnat uchun. Davay, hop. Voy, buncha olmos. To'xtanglar, bitta olib turamanmi? Voy ketdim. Voy, inventarimga sig'may ketdi. Voy, boyib ketdim. Suvni bu ham kerak emas. Suv emas, bizga olmos kerak. Voy. Yana nimalar taylasam, sog'lig'imni taylamayman, molini go'shtini taylayman. Buni taylayman. Suv keldi-ku. Olmos. Hayla bor-ku. Olmosda. Olmos olmayaptimi? Ana oldi. Tamam. Bu yerdan endi asta surish kerak. Zudlik bilan surish kerak bu yerdan. Zudlik bilan surmas ekan bo'lmaydi. Chiqamiz. Ketdi. Buni endi merga tushuntirish kerak. Uyda tagidan nimaga bunaqa narsa qurgan? Merga aytmayman. Ketdim, karoch. Boyib ketdim. Boyib ketdim.